Qadrli bizni kuzatuvchilar, Arash kompaniya, ya'ni shu Candela firmasini apparatlari bilan yana bir marta barcha xodimlar bilan kelib master klass o'tdik. Baku juda ham chiroyli shahar, juda ham go'zal shahar. Havosi vobshe gap yo'q. Eng katta aslomatillari Ehtirombek bizni hozir o'zlarini tog'dagi villa deymizmi, rancho deymizmi, bilmayman nima deymiz, shu joyga taklif qilganlar. Nasib bo'lsa hozir borganda yana ko'ramiz joylarini. Lekin menga yoqqani tabiat shunaqa go'zal, shunaqa chiroyli. Hamma narsa shu tabiiyda. Endi baribir hayotda mana shunaqa joylarga borib tez-tez ko'rib, aylanib yurish odamga qanaqadir quvonch baxsh etadi. Mana bu go'zallikni qarang, vobshe dahshat. Hamma narsani sachtat qilib yurish kerak-da, o'qishni ham, ishni ham, dam olishni ham, hammasi birga bo'lsa, men kelganimizda juda ham ko'p narsalarni ko'rdik, o'rgandik. Assalomu alaykum. Ого. Смотрите, какая красота. Вот, Meyseri. Kstati, bu yerda juda ham ko'p vinoni zavodlari turlari bor ekan. Xudo xolasa bularni hammasi sekin bir ko'rsatib boramiz.